Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozirgi kunda juda ko'pchilikni o'ylantirayotgan savol, ya'ni qaysi turdagi skuterlarga prava so'raladi, qaysi turdagi skuterlarga so'ralmaydi. Shu sababdan sizlarga hozir YAI xodimi akamiz batafsil ma'lumotlarni berib o'tadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining axborot xizmat bo'limi boshlig'i katta leytenant Rayimjonov Abdumajid bo'laman. Bugungi mavzuyimiz, ya'ni sizning savolingizga javob beradigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 8-iyuldagi 393-sonli qarori imzolangan. Ya'ni qarorda endilikda foydalanishda bo'lgan moped va skuterlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tartib-qoidalari shu qaror talablarida belgilab qo'yilgan. Ya'ni moped va skuterlarni joriy yilning 1-martidan boshlab belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazish hamda buni boshqarish uchun yosh chegarasi hamda A toifadagi haydovchilik guvohnomasi bilan boshqarishlik qarorlarda belgilab qo'yildi. Ya'ni moped va skuterlarni dvigatelining ish hajmi 50 sm3dan oshmaydigan hamda buning quvvati 0.25 kilovatdan ortiq, lekin 4 kilovatdan o'tmaydigan hamda buning konstruktiv tezligi 25 km/soatdan ortiq, lekin 50 km/soatdan o'tmaydigan shu barcha elektroskuterlar, ya'ni mopedlarni endilikda hududiy yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlarida ro'yxatdan o'tkazib, belgilangan tartibdagi davlat raqam belgilarini taqishi hamda 16 yoshga to'lgan shaxs A toifadagi haydovchilik guvohnomasi bilan boshqarishi qaror bilan belgilab qo'yildi. 1-martdan boshlab davlat ro'yxatidan o'tkazmagan, ya'ni moped va skuterlarni davlat ro'yxatidan o'tkazmagan, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan shaxs ushbu turdagi transport vositalarini boshqarishi qat'iyan taqiqlanadi. Ya'ni skuter yoki moped haydovchisi tegishli hujjatlarsiz davlat ro'yxatidan o'tkazmasdan moped yoki skuterni boshqarib yursa, yo'l patrul inspektorlari tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga asosan javobgarlikka tortiladi. Biz bu targ'ibot tashviqot ishlarini shu viloyatimiz hududida joylashgan barcha sotuv ofislarida, ya'ni shoxobchalarida sotuvchilar bilan birgalikda keng targ'ibot ishlarini ham olib boryapmiz. Ya'ni oluvchi do'konga kelib, qaysi turdagi moped va skuterlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish mumkin, qaysi turdagi moped skuterlarga haydovchilik guvohnomasi talab etiladi degan savolga bularga ham tartib qoidalarini, ya'ni qaror talablarini tushuntirib doimiy ravishda targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Barcha fuqarolarimizdan amaldagi yo'l harakati qoidalariga qat'iy ravishda rioya qilib yurishligini so'rab qolamiz. Juda yaxshi aka, shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Aytaylik, ko'pchilik motor quvvatlariga tushunmayapti-da. Motor quvvati 250 kilovatdan ortiq bo'lgan deyilyapti. Shunda 250 kilovatga ruxsat beriladimi? 250 kilovatga ruxsat beriladi. Ruxsat beriladi, lekin 250 kilovatdan ortiq, ya'ni yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak u fuqaroyimiz belgilangan tartibda bu turdagi transport vositasini davlat ro'yxatidan o'tkazib, belgilangan tartibda raqam olish kerak bo'ladi. Raqam olish tartiblarini ham aytib o'tishim mumkin. Ya'ni hududiy ro'yxatlash va imtihon olish bo'limiga borgandan keyin fuqarodan o'zini shaxsini tasdiqlovchi hujjat, ariza hamda ushbu turdagi transport vositasini sotib olganligi haqida hisob varaqasi so'raladi va ro'yxatga qo'yish summasi 562.500 so'm, davlat raqam belgisini olish 562.500 so'm, transport vositasini qayd etish guvohnomasi 262.500 so'm hamda ariza yig'imlari uchun 37.500 so'm, jami 1.470.000 so'mga bu turdagi transport vositalari davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Juda yaxshi. Buni misol sotib olgan odamga sotuvchidan qanaqa hujjatlar talab qilinadi? Faqatgina hisob varaqasi. Ya'ni rasmiy diler, sotuvchi bu turdagi transport vositasini sotayotgan bo'lsa, buni hisob varaqasi bo'ladi o'zi. Ya'ni texnik tasnifi bo'yicha. Qancha kilovat, qancha tezlikka chiqadi, shu bo'yicha bir dona qog'oz beradi xolos. Boradi fuqaro, bir dona ariza yozadi ro'yxatdan o'tkazish uchun hamda shaxsini tasdiqlovchi hujjatini taqdim etadi. Juda yaxshi. Endi bundan tushunishimiz mumkin, 25 kilovat bo'lsa motori, tezligi 25 dan oshmasa, barcha turdagi skuterlarga ruxsat